Ikkinchi jahon urushida soqchi deb nom chiqargan samolyot amfibiyaga aylantirilib takomillashtirilgandan so'ng qanotlariga Kalipso deb yozuv bitildi va u odamlar zich joylashgan Florida shtatining Fort Lauderdale sohillarini tark etadi. Endi bu uchar apparat Kusto flotiliyasining safiga qo'shiladi va uning dengiz tadqiqotlarida unga ko'mak beradi. Amfibiya Karib dengizidagi eng nodir tabiiy qo'rxonalardan biri Yucatan yarim oroli tomon uchib ketmoqda. Kusto Yucatan yarim oroli hududlarini o'rganadi. Zero uning sohillari ozuqaga mo'l. Shu sabab bu yerning suv osti hayvonoti juda ravnaq topgan. Bundan tashqari Kusto gohi-gohida akulalar suv osti g'orlariga kirib, o'sha yerda uxlaydilar degan ma'lumotlarni ham tekshirib ko'rmoqchi. Biz akulalarni okeanda charchoq bilmay suzib, kislorodni suvdan ajratib oladilar degan fikrga o'rganib qolganmiz. Modomiki akulalar g'orlarga kirib uxlar ekanlar, demak, buni ham tasvirga olish kerak. Kusto komandasining suv osti sarguzashtlari. Prodyuser Filip Kusto. Kompozitor va dirijor Walter Scharf. Ijrochi prodyuserlar Jacques-Yves Cousteau va Marshall Flum. Yucatan yarim orolining uyqudagi akulalari. 8 kishi sig'adigan tadqiqotlar uchun uskunalar ortilgan samolyotda kapitan Kusto Yucatanning tropik changalzorlari va Mayya qabilasining qadimiy poytaxti xarobalari ustidan parvoz qiladi. 10-asrda Mayya sivilizatsiyasi inqirozga yuz tutgunga qadar buyuk me'morlar sulolasi qadimiy Chichen Itza ibodatxonasi kabi ulkan ehromlarni barpo etganlar. Oradan 10 asr o'tgach esa biz Yucatan yovvoyi tabiatini tasvirga olish uchun Kantoy orolining marjon qoyalari bilan qoplangan sohillaridan suv ostiga sho'ng'iymiz. Amfibiyaning shassisi suvga ham, quruqlikka ham qo'nishga moslashtirilgan. Suz tezlikda pastlab, uni to'xtatish maqsadida Filip dvigatellarni tezlashtiradi. Samolyot Kalipsoga peshvoz sirg'aladi. Bunday zalvorli mashinani suvga qo'ndirish uchun tajribali uchuvchi emas, bilimdon navigator bo'lmoq zarur. Kusto, kema komandiri Henk Lilibek va Filip Zodiakka o'tirib Kalipso tomon ketadilar.
ilk bor komanda ixtiyorida bekami ko'z jihozlangan, ammo sekin yuradigan kema hamda suv ostiga sho'ng'ishlar uchun yordam beradigan uchar sol bor. Barcha dengizlarni kezib chiqqan Kalipsoning ostida past baland dengiz sathi odamzodning bexosiyat qadamidan o'zining hayvonot olamini muhofaza qiladi. 27 metr chuqurlikda tizma qoyalar etagida bizlarni sariq dum, Virginiya popuklari va jarroh deb nomlangan rang-barang baliqchilar qarshi oladilar. Bu yerlarda marjon o'simtalari bo'lmasa ham, tropik baliqlar nasibalariga yarasha ozuqa topadilar va g'oyat yirik bo'lib ulg'ayadilar. Yirik yirtqich barakudani ko'rib, baliqlar galasi har tomon sochilib ketadi. Zero uning o'tkir tishlaridan biron bir o'lja qochib qutulmagan. Berkinishni bilmasang, dengizda omon qolish amri mahol. Dengiz skatlari akulalarning sevimli yemishi. Ular qumga yashirinadilar. Dengiz skati o'zini bir necha zaharli nishlar bilan qoplangan dumi bilan muhofaza qiladi. Nishlardan chor atrofga purkalgan zahar og'ir jarohatlarga olib kelishi mumkin. Akvalanchilarning yana bir guruhi Karib dengizi tublarida osoyish topgan kemalarning qoldiqlarini tekshiradilar. Qaroqchilar o'ljasiga aylangan Ispan kumush floti davridagi kemalardan tortib to bizning kunlarda dovullar domida halok bo'lgan minglab kemalar suv ostiga g'arq bo'lganlar. Chig'anoq va marjonlar bilan qoplangan haybatli kemalarning qoldiqlari dengiz skatlari va mayda baliqlar uchun boshpana bo'lib xizmat qiladi. Dengiz skatlarining o'tkir tishlari chig'anoqlar, qisqich baqasmonlarning kosalarini osongina chaqadi. Plankton uchun tashlangan quyuq to'r Kalipso sahniga tortib olinadi. Bu hududlarda mikroorganizmlarning turlari va hajmini aniqlash uchun olingan suv namunalari tahlil qilinadi. Dengizdagi o'simlik va plankton miqdori boshqa jonivorlarning hayotiga bevosita aloqador. Zero plankton dengizdagi asosiy oziqa manbaidir. Naqadar go'zal. Voy bu. Jakob-ku. Mikroskop ostida hayot qaynaydi. Kalipso laboratoriyasida men Louis prezident bilan plankton namunalarini turlarga ajrataman. Mana bu suv betida yashaydi. Bunisi esa 40 metr chuqurlikda. Bu nima bo'ldi ekan? Mikroskopimiz ekranida jimit yonsuzar qisqichbaqa paydo bo'ladi. Bo'yi 1 santimetrdan ortiq emas. Bu jonivor o'zini to'lqinlar ixtiyoriga topshirib, sargardon hayot kechiradi. Mikroskopik ko'rgazmamizda eshkak oyoq plankton juda ko'p. Ular g'ubor qadar mayda suv o'tlari bilan oziqlanadigan jimit qisqichbaqasimonlar turkumini tashkil etadilar. Halqali chuvalchang harakati havas uyg'otadi. Yirikroq qisqichbaqasimonlarning shaffof tuxumida hayot jo'sh uradi.
Chig'anoqning murtak nasli mayda organizmlarni tutmoqchi bo'lib, paypaslashlarini uzatadi. Qisqichbaqasimonlarning oilasiga kiruvchi gungra krevetkalar suv osti ko'katzorlarda haromxo'rlik qiladilar. Lekin mana ularni suv to'lqinlari planktonlar girdobiga keltirib tashlagan. Mana bu ushoqdan esa vaqti kelib kambala degan yirik baliq voyaga yetadi. Kalmarlar murg'aklikdanoq reaktiv harakatga o'rganganlar. Shu sabab eng kuchli oqimlarni ham pisand qilmaydilar. Planktonning eng yiriklari meduzalar va dengiz taroqchalari, daydi suv o'tlari va bir hujayrali jonzotlarning trillioni bilan qorishib yashaydi. Plankton Karib dengizida yashovchi anchovus balig'idan tortib, akulalar va kitlarning ham asosiy ozuqasi hisoblanadi. Kapitan Kusto o'z komandasi bilan Isla Mujeresga uchmoqda. O'sha yerlik Ventil laqabli omar ovchisi ularga o'zining g'aroyib kashfiyoti, suv osti g'orlarida uxlab yotgan akulalarni ko'rgani haqida so'zlab beradi. Amfibiya Kalipso kira olmaydigan marjon qoyalar bilan qoplangan qo'ltiqlarda ham tadqiqotlar olib borish imkonini beradi. Shayton laqabli bahaybat mantalar gala-gala bo'lib zilol suvlarda parvoz qilmoqdalar. Biz insonni hayratga soluvchi bu manzarani havodan suratga olamiz. Filip esa bir guruh akvalanchilar bilan ular tomon oshiqmoqda. Faqat akvaplandagina odamlar va uskunalarni joydan joyga tezda ko'chirish mumkin. Ob-havo ham yaxshi. Ulkan mantalarni bemalol suratga olish mumkin. Yigitlar bu haybatli hayvonlar to'dasi ichiga sho'ng'iydilar. Mantalar ham ular atrofida suv osti qayiqlaridek gir aylanadilar. G'avvoslarni nazardan qochirmay, mantalar halok bo'lgan kema qoldiqlari orasida u yoqdan bu yoqqa suzadilar. Va nihoyat dahanaki jangga otlanadilar. Bu ochovatlar ham mikroskop ostida ko'rgan plankton bilan oziqlanadilar. Ba'zan mantalar o'zlarining go'shtor mo'g'izlarini birlashtirib, karnay shakliga keltiradilar. Bu so'rg'ichlar yordamida o'z damlariga qisqichbaqasimonlar, turli planktonni tortadilar. Ularni suzib olib, suvni tanadagi teshiklar orqali chiqarib yuboradilar. Ular suvda parvoz qilganlarida so'rg'ish shoxlarini tik holatda tutadilar. Buni ko'rgan odam uni shohdor iblisga o'xshatadi. Shu sababdan mantalarga shayton deb laqab berishgan.
Mantaning suzgichlari yoyilganda 6 metrga yetadi. Lekin ular tabiatan beozor bo'lganlari uchun odamga ziyon yetkazmaydilar. Shaxsan men 1,5 tonna keladigan bu devlarga to'qnash kelishni hech kimga ravo ko'rmagan bo'lardim. Suv tubida yashaydigan dengiz katiga nisbatan manta o'zining antenna sifat kalta dumi bilan chaqa olmaydi. Badanga suyli shakl berish uchun mo'g'izlarni oldinga cho'zib, qo'lda kamera bilan uni ta'qib etayotgan Filipdan osongina qochib ketadi. Mantaning ko'zlari boshining ikki yoniga joylashgan. Bu unga yon va past tomonga nazar tashlash imkonini beradi. Yo'l-yo'lakay oziqlangancha u bizdan ko'z uzmaydi. Uchrashuvimiz bizga manzur bo'ldi. Biroq vaqtimiz ziq. Biz uyqudagi akulalarni axtarishimiz kerak. Va biz bu yeb to'ymas shaytonlarning ziyofatiga ortiq xalal bermay, o'z yo'limizga ravona bo'lamiz. Kalipso akvaplani uyqudagi akulalar joylashgan sarhadlar tomon yo'l oladi. Meksika yozuvchisi va kinorejissyori Ramon Bravo Kustoni Isla Mujeres, ya'ni ayollar orolining suv osti g'orlari tomon boshlaydi. Uyqudagi akulalarni o'sha yerda albatta uchratasizlar deb ishontiradi. Odamlar va anjomlar yukidan og'irlashgan uchar qayiqning tezligi biroz fursatdan keyin maromiga yetadi. Kalipso Isla Mujeresdan 7 mil narida langar tashlagan. Ilgari pulemyotchilar uchun xizmat qilgan bo'lmada akvalanchilar sho'ng'ishga hozirlik ko'rmoqdalar. Samolyotga bog'langan Zodiac sho'ng'ish maydonchasiga aylanadi. Kapitanning toqati toq. Tezroq uyqudagi akulalarni ko'rmoqchi. Chuqurlik 25 metr. Biz qumloq tubiga tushib, sal nariroqda bo'r g'orlar tizmasini ko'ramiz. Akulalar hujumiga qarshi ehtiyot shart to'qmoqlar bilan qurollanib, g'or tomon suzamiz. Ulkan vahshiy morena g'or og'zida posponlik qilmoqda. Biz uning tagidan o'tib ichkariga Ramon Bravo akulalarni ko'rgan g'or tomon suzamiz. Chiroqlarimiz nuri
yirik dengiz toshbaqasini cho'chitib yubordi. U zudlik bilan boshqa g'orga ko'chib o'tadi. Biz hushyor tortib g'orning ichki xonalarini va tirqishlarini ko'zdan kechiramiz. Boshimiz uzra ohak shift. Akvalangimizdan chiqqan tufakchilar bu g'ovak shiftdan bemalol o'tadi. Pufaklar yolg'iz tentirab yurgan dengiz farishtasining diqqatini tortadi. Havo pufakchalari uning ishtahasini qo'zg'atgan shekilli. Yoki ular shunchaki ermakmi? Ammo u pufaklarni tanlab yutyapti. Aftidan ularning ichida suv o'ti yoki mayda organizmlar bor shekilli. Qo'shni g'orga kiraverishda biz yana bir baliq bilan tanishamiz. Ko'zlari olmaxonnikiga o'xshagani uchun bu qizil zarhar baliqqa olmaxon baliq deb nom qo'yishgan. Xonadoniga bostirib kirib, tinchini buzganimiz uchun bizdan norozi bo'lib g'o'ldiraydi. Eng qadimiy dengiz jonzotlari va zamonaviy olabog'alarga ajdod bo'lgan olmaxon baliq million yillardan beri javragan. Bu hududlarda g'orlar juda ko'p. Lekin aytishlaricha, akulalar ularning faqat ba'zi birlariga kirib yotarmishlar. G'orlardan birida g'avvoslar katta dengiz olabug'asiga yo'liqadilar. Gusto uning og'ir yaradorligini payqab qoladi. Yo'g'on ilgak pastki jag'iga qatalib qolgan. Shu bois boshining chap tomoni yallig'lanib ketgan. Akvalanchilar uni bu balodan qutqarishga urinadilar. Bernard Dilmot unga yordam ko'rsataman deb sun'iy ipni tutadi. Baliq qochaman deb siltanadi. Hatto qo'lqop orqali ham qo'lini kuydirib, ip qo'ldan chiqib ketadi. Gusto g'orlarni birin-ketin tekshirib chiqadi. Balki hozir akulalarni uxlaydigan mavsumi emasdir. Keksa, hamma yog'iga chig'anoq yopishgan toshbaqa yopishqoq baliqni orqalagancha o'tib ketadi. Bernard ham qulay fursatdan foydalanib, dengiz toshbaqasiga minib oladi. Dengiz toshbaqalari nasl davom ettirish niyatida dengiz bo'ylab uzoq safar qiladilar. Qurg'oqlikda ular juda besunaqaylar. Shu sababli dushmanlar uchun oson o'lja bo'lib kelganlar. Nazariy jihatdan toshbaqalarni ovlash man etilgan. Biroq amalda ularni qurg'oqdagi ovchilar ham, dengizdagi sportchilar ham shafqatsiz qirib kelmoqdalar.
sinchkovlik bilan ishda davom etaman. Oldinda keng g'orning tor og'zi qorayib ko'rinadi. Uning egalari qop-qorong'u zulmatda yashiringanlar. Nihoyat chiroq nuri g'orning to'ridagi akulaga tushdi. U ham bizni payqadi. Mayda chaqchaygan ko'zlari, ustki jag'idan osilib turgan mo'ylabi uni enaga akula ekanligidan dalolat beradi. Akula hadiksirab bizga nikoh tashlaydi. Asabiylashib orqa suzg'ichini qimirlatadi. Gusto va Kalipsoning barcha g'avvoslari Isla Mujeres hududidagi 3 ta g'orga har kuni sho'ng'iydilar. Maqsad akulalar nima uchun uxlagani ayni shu g'orlarga kelishlarini aniqlash. Chiroq nuri tubda qimir etmay yotgan ulkan ho'kiz akulani yoritadi. Uni haqiqatan ham ho'kiz sifat tumshug'ining yarmi suv o'tlari ichiga yashiringan. Jacques Delcoutier akula rostdan uxlayaptimi degan maqsadda unga ohista qo'l tekkizadi. U qimir etmaydi, ammo chap ko'zi bilan Jacquesga shubhalanib qarab qo'yadi. Meksikalik Ventelning bu kashfiyotiga qadar ho'kiz akulalarning g'orlarda yashirinib yotishini hech kim bilmagan. Akulalarning g'orlarga nima maqsadda va qay vaqtlarda kelishini aniqlashga urinib, biz 2 oydan ortiq ovora bo'ldik. Mana, enaga akulalarning yana biri. Bu yirik erkak akula. Uni qorindagi tog'aysimon o'simtalardan tanib olish mumkin. Hozir akulalarning ayni nikoh mavsumi. Bu pallada erkak akulalar o'ta tajovuzkor bo'ladilar. Kuchli dumi yordamida suzadigan ho'kiz akulalarga qaraganda ancha nozik enagalar xuddi ilondek to'lg'anib suzadilar. Ramon Bravo menga shu atrofda akulalar uxlaydigan 6 ta g'or topganini aytdi. Ammo ular ko'proq ham bo'lishi mumkin. O'zlarini kislorod bilan ta'minlash uchun akulalar doimo harakatda bo'lishlari kerak degan tushuncha hamon hukm surib keladi. Ammo mana va enaga akula yotgan joyda domiga suv tortib, undan kislorodni ajratgandan so'ng javralar orqali chiqarib yuboryapti-ku. Enaga akulaning mushak tizimlari unga dam olayotgan yoki uxlayotgan paytida ham nafas olish imkonini beradi. Ba'zi olimlarning fikricha, bu xususiyat baliqlarning ilk ibtidoiy shakllaridan meros bo'lib qolgan. Keyinchalik ochiq dengizda akulalar buni unutganlar. Akula to'satdan begonalarni payqab qoladi. U ketadi. Biz esa uning yo'lini to'sishga jur'at etmaymiz.
Isla Mujeresning qumloq sohilida Sasilxa degan mehmonxona bor. Unda Filip Kusto, Texas universitetining akulalar bo'yicha mutaxassisi Karl Kushenio, Ramon Bravo va akulalarni g'orlarda ko'rib keyin Ramonni ham bundan voqif etgan Ventil laqabli g'avvoz Garcia akulalar uyqusi sir asrorlari xususida mulohaza yuritmoqdalar. Qizig'i shundaki, ular u yerda nima qiladilar? Uxlaydilarmi yoki yo'qmi? Balki bolalari yoniga kelarlar. Balki xastalik vajidan kelarlar. To'g'risini aytishim kerak. Bu gaplar men uchun ham yangilik. Hech bir ilmiy adabiyotlarda ho'kiz akulalar tubga tushadi yoki aytaylik g'orlarga kirib dam oladi deb zikr etilmagan. Chunki ayni shu akulalarning xatti harakatini kuzatish qiyin. Ular haddan tashqari katta va xavfli. Shunday ekan, akulalarning bu turining fe'l-atvorida noaniqlik ko'p. Endi esa ular haqidagi jumboqlarga ularning g'orlarda uxlashlari ham qo'shildi. Bu haqida avval hech eshitganmisiz? Yo'q, eshitmaganman. Siz-chi, Filip, eshitganmisiz? Akulalar haqida kitob yozayotganimda men ba'zi xillari umuman uxlamaydi deb o'ylagan edim. Menimcha, ular g'orlarga u yerdagi oqimlar kuchliligi uchun kiradilar. Ammo agar sinchiklab razm solinsa, ular suvni yutib, keyin qaytarib chiqaradilar, shundaymi? Bu taxlitda qanday qilib tubda yotishi mumkin? Biroq Lapunt yonidagi g'orda va biz Kalipso deb nom bergan yana birida umuman oqim degan narsani o'zi yo'q. Qayerdan bilasiz? Qayerdan bilasiz? Men qumni aralashtirib ko'rdim, u oqib ketmay yana o'z joyiga cho'kdi. Tushunyapsizmi? Cho'kdi. Shunday deng. Bordi-yu, u yerda oqim bo'lsa, biz tushib uni o'lchab ko'rishimiz mumkin. G'orlar ichida suv oqimlari bor yo'qligini aniqlash maqsadida dengiz qattiq bezovtalanib turgan pallada sho'ng'ishga qaror qiladilar. G'orlar akulalarni nimasi bilan jalb qilishini aniqlash uchun qator tajribalar ham o'tkazadilar. Kusto kecha akula uxlab yotgan g'orga kiradi. Epkinlar ko'tarmaslikka harakat qilib, kecha og'zi bilan nafas olib yotgan akula g'orining to'riga jilvalanuvchi bo'yoq to'ldirilgan plastik xalta qo'yadi. Endi uni nayza bilan teshib, bo'yoqni to'kish kerak. Uni teshishdan oldin tajribani suratga tushirish haqida operatorga imo qilib farmoyish beradi. Oqim orom olayotgan akulalarga suvni domiga tortib, jabralari orqali qaytarib chiqarish imkonini beradi va tana kislorodga to'yinaveradi. Kusto bo'yoqni to'kadi. U bir maromda sekin cho'ka boshlaydi. G'orda suv osti oqimidan asar ham yo'qligi ayon bo'ladi. Endi g'or ichidagi suv bilan uning tashqarisidagi suv o'rtasidagi farqni aniqlash kerak. Nansen batometrlari bilan g'ordagi suvlardan bir necha namuna olamiz. Chunki yer osti jilg'alardan sizib chiqadigan suvlar akulalarni nimasi bilandir o'ziga jalb etadi degan farazlar mavjud. Biz batometrni to'ntaramiz. Qopqoq yopiladi. Endi suv oqib ketmaydi. Suv namunalarini olim Jon Hillga topshiradilar. U Texasdagi tashxislar markazining bitiruvchilari bilan birgalikda g'or suvlarini tahlil etadi. Ularning xossalari tizimini tuzadi. Kusto g'or suvlari tarkibidagi tuzlar, oziqaviy va biologik moddalar miqdoriga oid barcha ma'lumotlarga ega bo'ladi.
Tahlillarga ko'ra g'or ichidagi suvda tuz miqdori sal kamroq. Ammo yer osti jilg'alari suvidan asar ham yo'q. G'ordagi suv na oziqaviy boyligi va na harorati bilan akulalar e'tiborini o'ziga jalb qilishi mumkin. Mana yana bitta yirik akula. Ho'kiz akulalarning ochiq dengizda suzib yurishi va tubda qimir etmay yotib nafas olishini tasvirga tushiramiz. Odatda dengiz jonzotlari g'or yoki yoriqlarga yirtqichlardan himoya izlab berkinadilar. Biroq akula kimdan jon saqlashi mumkin? Balki bemorliklari tufayli bu yerlardan boshpana izlashar. Ammo nima bo'lganda ham ular g'orda ko'p o'ralashmaydilar. Tinchi buzilgan erkak akula qurshovdan chiqib ketishga chog'lanadi, lekin odamlar uni yo'lini to'sadilar. Nihoyat u halqani yorib, yiroqlashadi. Lekin ne sababdan uning bu g'orda yashirinib yotishi sirligicha qoladi. Isla Mujeres bo'ylariga odamlar amfibiyada keladilar. Qiziq, akulalar g'orlarga kechalari ham kiradilarmi? Mahalliy Omar ovchilari tunda dengizga sho'ng'imaydilar. Zero bu soatlarda akulalar ovga chiqadilar va ovchilar ularga ro'baru bo'lishdan qo'rqadilar. Tungi sho'ng'ishlarimizdan birida kunduzi ho'kiz akula dam olib yotgan g'or tomon suzamiz. Ichkaridan bizga skar, to'ti degan baliq peshvoz chiqadi. Bunaqangi katta to'ti qush baliqni birinchi bor ko'rishimiz. Biz ehtiyotkorlik bilan tekshirishda davom etamiz. Yana bir g'orda chiroqlarimiz nuri olabug'ani bezovta qiladi. Bu g'ordan esa akula o'rniga eski tanishimiz dengiz toshbaqasi suzib chiqib qoldi. Ko'zlarida uyqu. Biologik soatning ilgarilab ketganidan u hayron. Dovdirab qolgan toshbaqa uchun bu gal barvaqtroq tong otdi shekilli. Biz tunda g'orlarda biron bir akulaga duch kelmadik. Xizirni yo'qlasak ham bo'lar ekan. Ana u, ochiq dengizda. Hammaga ma'lum, akulaning fe'li aynib turgan paytda juftakni rostlagan ma'qul.
Men imo qilib odamlarimga suv betiga chiqishni buyuraman. Bizning ekspeditsiyamiz uyqudagi akulalar haqidagi ba'zi uydirmalarga chek qo'yishi aniq. Ammo bu barcha muammolar yechildi degan gap emas. Yukatanni tark etishdan oldin Kusto floti Isla Mujeresning janubiy qirg'og'ida yig'iladi. Sayoz suvlarda, oppoq qum sahnida juda g'alati ulkan dengiz maxluqi surilib kelmoqda. Uning nimaligini aniqlash uchun akvalanchi va operatorlar har tarafdan o'rab oladilar. U neft dog'ini eslatadi, biroq bu yoqlardagi suvlar u qadar ifloslanmagan. G'avvoslar uning nimaligini aniqlashga kirishadilar. Ro'paramizdan 100 minglab baliqlardan tashkil topgan tirik devor yagona bir organizmdek suzib o'tadi. Bular Ronka arara degan baliqlar. Ular orqalaridagi oq naqshlari bilan o'zga baliqlardan farqlanib, tishlarini g'ijirlatish odati bilan dong chiqarganlar. Odatda ronkalar kichikroq gala bo'lib suzadilar. Ularning bu kabi katta galaga uyishlariga sabab nima ekan? Oziqlangani kelmayotganlari aniq. Negaki bu yerdagi oq qumlarda ular suygan krevetkalar, qisqichbaqasimonlar va mayda baliqlar anqoning urug'i. Balki bu urchish yurishidir. Ammo baliqlarning xatti harakatida oshiq-ma'shuqlik alomatlari yo'q. Negaki ronkalar zarur bo'lgan vaqtda jazman qidirmaslik uchun yil bo'yi juft bo'lib suzadilar. Yana bir faraz. Balki bu qadar uyushishdan maqsad dushmanni qo'rqitishdir. Yirtqich yoki akvalanchi qarshisida parokanda bo'lib, jips gala ikkiga bo'linadi. Ba'zi mutaxassislarning fikricha bu hiyla dushmanlarni chalg'itishga yordam berarmish. Jonivorlarning xatti harakatlarini talqin qilish uchun har qanday nazariyot ro'kach qilinmasin. Odamlar ularni soddalashtirishga moyillar. Biz hayvonlarning bu xatti harakatini o'z tuyg'ularimiz bilan o'lchaymiz. Ularning nafs dardi, nasl qoldirish da'vati yoki o'z hududini himoya qilish kabi hissiyotlarini oddiy instinkt deb hisoblaymiz. Bordi-yu, ular bizlardan ham nozik tabiat va murakkab his tuyg'ulari sohibi bo'lib chiqsalarchi? Bu yerda Yukatanning sohil bo'yi suvlarida bizlarni uyqudagi akulalar, ulkan mantalarning parvozi va mana bu devor bo'lib siljib yurgan ronka araralar sehrlab qo'ydi. Bu kabi uchrashuvlar issiz o'tmaydi. Ular bizni suv osti dunyosining o'zidek bepoyon tilsimlar sirini ochishga undaydi.
Karib dengizining Yucatan yarim oroli sohil bo'yi suvlarida tropik dengizning boshqa mo'jizotlarini o'rganish uchun samolyot amfibiyamiz parvozga shaylandi. Dengizning sir asrorlarini yechish tobora qiyinlashib bormoqda. Kelgusida bizga yo'ldoshdan tortib to suv osti kemalarigacha jamiki zarur texnika kerak bo'ladi. Zero biz dengiz suvlari tubida vujudga kelayotgan biologik jarayonlarni nafaqat tushunishni, balki ulardan insof bilan foydalanishni ham istaymiz. Ssenariy muallifi Andy White, operatorlar Philip Cousteau, Michel Deloar. Film O'zbekiston teleradio kompaniyasining buyurtmasiga binoan O'zbek telefilm studiyasida dublyaj qilindi. Dublyajda artistlardan Farhod Aminov, G'aybullo Hojiyev, Sohibjamol Turdaliyevalar ishtirok etishdi. Dublyaj rejissyori Yo'ldosh Abdukarimov, rejissyor yordamchisi Matyoqub Orziyev, ovoz rejissyori Erkin Qayumov, tarjimon Surayyo To'raxonova, muharrir Bahodir Abdullayev. Cousteau Group korporatsiyasi mahsuloti.